Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Albatta o'lim haq. Bu bir shunday haqiqatki, uni katta yo kichik, erkak yo ayol, musulmon va kofir hammasi tan oladi. O'limni hech kim inkor qila olmaydi. Alloh azza va jalla marhamat qiladi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limni totguchidir. Kullu shay'in halikun illa wajha. Lahul hukmu va ilayhi turja'un. Barcha narsa halok bo'lguchidir. Magar uning o'zigina mangudir. Hukm uning hukmidir. Va barchalaringiz yolg'iz unga qaytarilursizlar. O'lim Alloh azza va jalla sifatlaganidek musibat. Bu musibat mana shu o'lgan kishining o'ziga ham yetadi va mana shu mayitning oilasi, xonadoniga ham albatta yetadi. O'lim katta musibat. Alloh aytadi Qur'oni Karimda: "Fa asobatkum musibatul maut." Bas sizlarga o'lim musibati yetdi. Modomiki o'lim uni siz bilan biz musibat deb qarar ekanmiz, bu musibat yetgan odamga hamma shafqat qiladi. Otasi o'lib qolsa, bolasi o'lib qolsa, onasi o'lsa, hamma mana shu mayitni o'ziga ham rahmi keladi, mayitni ahliga ham rahmi keladi. Endi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni bu kishilarga bo'lgan rahmati o'zgacha edi. Bu bobdagi mayitga bo'lgan payg'ambarimizning rahmatini 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismi o'lim oldida turgan musulmonga payg'ambarimiz qanchalik rahmatni ko'rsatgan. Ikkinchi qismi qabrlarda turgan musulmonlarga payg'ambarimizni ko'rsatgan rahmati. Uchinchi qismi qiyomat kunida payg'ambarimiz ummatga ko'rsatadigan rahmati. Birinchi qismini boshlaymiz. Musulmonlarga ularning o'lim soatlarida ko'rsatilgan payg'ambarimizning rahmati. Fransuz filosof va sharqshunoslardan biri shunday deydi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam insoniyatga rahmat ko'rsatgan eng buyuk inson edi. G'arb filosoflari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bergan ta'rifi. 20-asrda bo'lib o'tgan qonli urushlar natijasida 20-asrda bo'lgan urushlar natijasida 100 million odamni yostig'i qurigan. 100 million. Bu birinchi, ikkinchi jahon urushi va boshqa katta kichik urushlarni yig'ib kelganda 100 million odam urushlarda o'lgan. Ammo siyosiy istibdod, siyosiy zulm hodisalari sababli esa 180 million odam o'lgan ekan. Ajib. Qonli bo'lgan urushlardan ko'ra siyosiy zulm ostida o'lganlarning adadi ko'proq bo'lgan. Bu ularning holati. Islom esa butunlay boshqa narsa. O'lim musibat. O'lim og'ir narsa. O'limdan ortga qaytishlikni imkoniyati yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu kishilarga, mayitga yoki o'lim oldida turgan kishiga yoki mayit ahllariga ko'rsatgan rahmati amaliy tarzda edi. Ya'ni bu kelganda bir yig'lab qo'yib, ko'nglini ko'tarib qo'ygan ikki so'zda aytib turiblar, indamay ketaverishmas edi payg'ambarimiz rahmati. Balki mana shu mayitga ham, mayitning xonadoniga ham bir foydani jalb qiladigan rahmat edi. O'lim oldida turgan kishi yoki mayitning xonadoni, bu kishilarga ko'rsatiladigan eng katta xayriyat nima? O'lim haqida agar bir insonga bir xayriyat berishlik bo'lsa, nima bu xayriyat? Eng katta xayriyat, diqqat qilasizlar. O'limni haq ekanini, musulmonlarning boshiga bir kun tushishligini, undan qochishni iloji yo'qligini, musulmon odam ana shu kuni uchun tayyorgarlik ko'rishi lozim ekanini doimiy suratda uqtirib turishlik, bu eng katta rahmat. Qaytarib aytaman. Eng katta xayriyat nima edi? O'limni haq ekanligini doim eslatib turish. Musulmon odamning boshiga bir kun albatta kelishini doim eslatib turishlik. Undan qochishning iloji yo'qligini va musulmon odam mana shu kun uchun qattiq, doimiy suratda tayyorgarlik ko'rishligini eslatib turishlik, bu eng katta xayriyat. Inson qachon tug'yonga ketadi? Qachon haddidan oshadi? Yoki qachon aksincha tushkunlikka tushib ketadi? O'limni esdan chiqarganda. O'limni esdan chiqarganda amaldor odam
odamlarga zulm qilishga o'tadi. Davlatman odam tug'yonga ketadi. Faqir yoki kambag'al, nochor, notomon odam o'limni esdan chiqarib qo'ysa tushkunlikka tushib ketadi. Agar ikkala toifa, bu yerdagi zo'ravon ham, zolim ham, mazlum ham, nochor ham o'limni doimiy esda tutadigan bo'lsa, hammasi o'zini yo'lida turadi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimiy suratda o'limni eslatib turganligi siz bilan bizga ko'rsatgan katta rahmati edi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis: "Akthiru zikra hadimil lazzat." Lazzatlarni ketkazuvchini zikrini ko'p qilinglar. Nimani zikrini ko'p qilinglar? O'limni ko'p eslanglar. Haqiqatan inson bir janozaga erchib bormasa, endi qabristonga bormaydi endi odamlar, o'zi ziyorat qilib, mabodo. Ana shu janozani orqasidan erchib qabristonga kirib chiqqan paytini mulohaza qiling-da. Chiqib ketayotganda hammaning kayfiyati bir xil mahzun bo'lib qoladi. Haligi xushchaqchaqlik, quvnoqlik yo'q. Yoki bo'lmasam siqilib, g'amga kirib turgan holat yo'q. Chunki nimani ko'rdi, nimani esladi? O'limni ko'rdi, o'limni esladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Kun fid dunya ka'annaka g'arib aw abir sabil." Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek, yo'lovchidek kun kechiringlar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali musulmon kishi mana shu o'lim degan haqiqatga ro'baro kelmasidan avval solih amallarni doim qilishligi lozimligini musulmonlarga uqtirib turgan. Aytganlar: "Yatba'ul mayyita thalathatun." Mayyitga orqasidan 3 ta amali erchib chiqadi. Fayarji'u ithnani va yabqa ma'ahu wahidun. Qabrga qo'yilgandan keyin undan ikkitasi qaytadi, bittasi u bilan birga qoladi. Yatba'uhu ahluhu va maluhu va amaluhu. Uni orqasidan oilasi, moli, amali erchib chiqadi. Fayarji'u ahluhu va maluhu va yabqa amaluhu. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Qabristonga orqasidan bola chaqasi chiqadi erchib mayyitni. Moli dunyosi chiqadi va o'zi bilan qilgan amallari chiqadi. Inson qabrga kirdi, moli bilan ahli oilasi qaytadi qabristondan, u bilan birga qabrda kim qoladi? Nima qoladi? Amali qoladi. Shuning uchun musulmon odam mana shu kuniga tayyorgarlik ko'rib, doimiy suratda savobli amallarni qilishligi kerak. O'lim soati kelgunga qadar inson tavba tazarruga shoshilishligi kerak. Chunki insonga o'lim soati kelgan paytda ko'zi katta ochiladi. Dunyoni yog'i bosib qolgan ko'zlaridan bu yog'lar ketib, haqiqatni ko'rganda ko'zi moshdek ochilib qoladi. Ana shu paytda tavba qilishlikka yoki istig'for arishlikka bir harakat qilib qoladi. Ammo bu istig'forning foydasi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghi." Albatta Alloh taolo bir bandaning tavbasini qabul qiladi to g'arg'ara kelguniga qadar. Shu narsani payg'ambarimiz eslatyaptimi? Demak, ummatiga rahmat qildi. Ertaroq aytinglar bu tavbani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga hali o'lim kelmasdan turib, nima ish qilishimiz lozimligini uqtirdi va bu siz bilan bizga ko'rsatgan rahmati bo'ldi. O'lim haq. Umr har qancha uzoq bo'lmasin yoki qisqa bo'lmasin, baribir u keladi. Valan yuakhirallohu nafsan iza jaa ajaluha. Alloh biron jonni ajali kelgan vaqtida vafot ettirmasdan qoldirmas. Keldimi? Hech kim uni ortga qaytara olmaydi. Na mol dunyo, na mansab yoki ilm. Mana shu o'lim soati kelgan musulmonni xotimasi yaxshi bo'lishligiga payg'ambarimiz qattiq xaris bo'lgan. Shuning uchun imkoniyati bor bo'lsa-la, jon taslim qilish arafasida turgan musulmonni oldida bo'lishlikka va unga qo'lidan kelganicha yordam ko'rsatishlikka payg'ambarimiz xaris bo'lar edi. O'lim soatlari yaqin bo'lgan kishi uni oldida ahllari, yori birodarlari turar ekan, unga kalima talqin qilishligi lozimligini payg'ambarimiz uqtirdi. Payg'ambarimiz aytadilar:
Imom Muslimdan bu hadis. Laqinu mautakum la ilaha illalloh. Mayitlaringizga la ilaha illallohni talqin qilinglar. Mana shu ham rahmat birodarlar. Chunki kimma degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida og'zidan chiqqan oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi. Uni mana shu o'lim arafasida turgan odamning oldida turganlar bilsin shuni. Asosiy narsa nima edi? Kalima keltirishlik. Kalima keltirishlik. Mo'min odam vafot qilishlik arafasida turar ekan, uni xotimasi yaxshi bo'lishligini payg'ambarimiz qattiq xohlardi. Nafaqat mo'min, hattoki musulmon bo'lmagan kishilarni ham, hatto mushrik bo'lgan kishilarni ham oxirida bo'lsa ham kalima keltirib, oqibati hayotini oxiri yaxshi bo'lishligini xohlar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakisi Abu Talib Rasulullohni yoshligidan himoyasiga olib tarbiya qilgan, Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin Quraysh mushriklarning aziyatidan himoya qilgan amakisi mushrik holida o'tdi. Bu qissa hammamizga ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Talib ixtizor holatida yotar ekan, kirib shunday dedilar. Bu hadis Buxoriy va Muslimda. Amakisiga qarab, "Qul la ilaha illalloh kalimatan uhajju biha laka indalloh." Ey amaki, bitta kalima ayting, la ilaha illalloh deng. Allohning huzurida sizni foydangizga hujjat qilaman dedi. Lekin Alloh taolo iymonni taqdir qilmagan edi, kalimani keltirmadi, mushrik holida vafot etdi. Yana payg'ambarimizning siyratiga murojaat qiladigan bo'lsak, bir yahudi bola, yosh bola o'lim soatlari yetib, o'lishlik arafasida turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib, unga kalimani talqin qilishligini aytdi. Qarang, mushrikka, yahudiyga, musulmon bo'lmagan kishilarga ham payg'ambarimiz o'layotganda bo'lsa ham kalima aytsin deb shafqat ko'rsatyapti, rahmat ko'rsatyapti. O'lim soatlari ustiga kelgan, ixtizor holatda yotgan odam. Bir tasavvur qiling shu odamning holatini. Dunyodan chiqib ketishi aniq bo'lib qoldi. O'zini qilgan savob gunohlarini juda yaxshi biladi. Amallari noqisligini, oqibati qanday bo'lishligidan xavotirda turadi. Ajib holat. Mashina ham qolib ketdi, tijorat ham qolib ketdi, ulfatlar ham qolib ketdi, hamma narsa qolib ketdi. O'zingizni qo'yib ko'ring-da o'shani o'rniga. 5 minut vaqtingiz qoldi, 2 minut vaqtingiz qoldi, sanoqli bir soniyalaringiz qoldi. Mana shu odam juda bir nochor, qiyin, og'ir holatda. Payg'ambarimiz mana shunday kishiga ko'rsatgan rahmatini eshitib qo'yaylik. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir musulmon yigitni oldida u o'lim soatlari yaqin bo'lganda turdi va hali yigitga qarab, "Kayfa tajiduk?" O'zingni qanday topyapsan dedi. Ya'ni nimani his qilyapsan? Ahvoling qanday dedi. Hali yigit aytdi: "Ya Alloh, ya Rasululloh, albatta men Allohning rahmatidan umid qilyapman, lekin gunohlarimdan ham qo'rqyapman" dedi. Kimimiz rahmatidan umid qilmaymiz Alloh? O'zi rahmatidan umid qilib yashayapmiz o'zi. Kimimizda gunohi yo'q? Gunohlarimdan qo'rqyapman ya Rasululloh dedi. Hozir ketadi, hozir ketadi. Bo'ldi, endi bo'lgani bo'ldi. Nima qilgan bo'lsang bo'ldi, endi orqaga qaytish yo'q. Endi o'zingdan ko'r endi. Noqismisan, jazoingni olasan, dedimi? Rasululloh nima dedi? Rasululloh aytdilar, Imom Termiziydan bu hadis: "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hada al-mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju minhu wa amanahu mimma yakhaf." Hadis qarang, ajibligini birodarlar. Siz bilan bizga qanday bir umid bag'ishlaydi. Allohning rahmatidan umidvor bo'lishligimizga undaydi. Rasululloh aytdi yigitga, shunday o'rinda o'lim soati yetadigan o'rinda bir bandaning qalbida shu ikkita narsa jamlanar ekan, nima edi u? Rahmatdan bo'lgan umid, gunohlardan bo'lgan qo'rquv. Shunday bir qaltis, xatarli holatda bir musulmonning qalbida ham umid, ham qo'rquv jamlanar ekan, Alloh taolo u banda umid qilgan narsani beradi, qo'rqqan narsasidan omonlikka chiqaradi. Ya Alloh. Ya Alloh, Alloh taolo bizni mana shu narsani bizga ham bersin.
O'lim soati yetgan paytda rahmatidan umid bo'lsin qalbimizda. Gunohlarimizdan qo'rquv bo'lsa, birodarlar, Alloh umid qilgan narsamizni berib, qo'rqgan narsamizni nima qiladi? Yoshlar ha uzoq deydi. O qarilar ko'proq tavba. Qayoqdan bilasiz, birodar? Qayoqdan bilasiz? Ehtimol olib bo'lgandirsiz, ehtimol otangizdan yoki boshqasidan burunitda ketarsiz. Kim biladi buni? Ha, yoshi ulug'larimiz ko'proq aytish kerak. Yoshlarimiz oz aytish kerak degani emas bu. Lekin mana shu yosh kattalarga bashoratki, o'lim soatida o'lim to'shagida yotgan kishilarga bashoratki, ham qo'rqib, ham umid qilayotgan bo'lsang, inshaalloh Parvardigor seni rahmatiga oladi. Endi mana shu yigitni, birodarlar, shu og'ir holati bu bashoratdan keyin qanday bo'ldi? Xursand bo'ldimi? Nima deb ko'ngil ko'tarasiz? Ayting-da masalan. Nima deysiz? Siqilmang. Hamma yaxshi bo'lib ketadi, deyolmaysiz. Tuzalib ketadi, ko'rinib turibdi ketishi. Nima deysiz? Sizdan keyin biz ham boramiz, xafa bo'lmang. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday bashorat berdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umuman hammaga rahm shafqatli inson bo'lgan. Hali munofiqqa ko'rsatgan shafqatini ko'ramiz, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir musulmon vafot etsa, unga haqqiga duo qilar edi. Mana shu mayyitni oilasini oldida. Bu ikkilangan rahmat edi. Birinchidan, mayyitga bo'lgan rahmat bo'lsa, ikkinchidan oila a'zolarini qalbiga taskin bo'lar edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, ana shu mayyitni haqqiga nima qildi? Duo qildi. Rasulullohning duolari ijobat. Ikkilangan rahmat bo'lardi bu narsa. Ummu Salama roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Bu hadis Imom Muslimdan. Abu Salama vafot etdi. Uni huzuriga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirdi. Abu Salama vafot etgan, ko'zi ochiq holatda qolgan edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Inna ruha iza qubida tabi'ahu al-basar." Albatta agar ruh qabz qilinsa, ko'z unga qarab erchib qoladi dedi. Insonni ko'zi ko'rgan oxirgi narsa bu ana shu ruhi bo'lar ekan. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'zini yopib qo'ydi. Abu Salamani oilasidan bo'lgan kishilar yig'lab shovqin-suron qilishardi. Payg'ambarimiz aytdilar: "La tad'u ala anfusikum illa bi khayr." O'zingizlarga faqat yaxshilik tilab duo qilinglar. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Chunki farishtalar sizlar aytayotgan narsaga amin deb turadi dedi. Yig'lash mumkin, lekin uvvos solish, taqdirga norozi bo'lish, sochini yulib betiga tuproq turtib, kiyimini yirtishlik bu shariatimiz man qilgan ishlardan. Mana shunday bir musibatli holatga tushilganda faqat yaxshilikni so'rab duo qilinglar dedi sallallohu alayhi vasallam. So'ngra payg'ambarimiz Abu Salamaning haqqiga duo qildi. Abu Salamaga duo qildi, Abu Salamaning oilasini oldida, toki ularga ham rahmat bo'lsin. Rasululloh aytdilar: "Allohumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi." Parvardigor, Abu Salamani mag'firat qilgin. Uni mahdiylar darajasiga ko'targin. O'zing uni o'rnini uzoq zamonlar to'ldirgin. Bizlarni va uni mag'firat qilgin. Ey olamlarning Robbisi, uni qabrini keng qil va uni u uchun munavvar qilgin. Mayyitni haqqiga duo qildi, mayyitni xonadonida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biror bir musulmon vafot etgan bo'lsa, ikki ko'zi yoshga to'lar edi. Bu o'tgan musulmon Rasulullohga yaqin bo'lgan kishimi yoki bir uzoqroq begonami farqsiz. Albatta bu yig'i, birodarlar, faqat rahm shafqat bor bo'lgan qalbdan chiqadi. Yig'olmaymiz-ku, qalbimizni qatib ketganligidan. Qalbimizni qatib ketganligidan. Ya Rasululloh, qalbim qattiq. Ya Rasululloh, yig'olmayman men deb shikoyat qildi.
Rasululloh aytdilar, yetimning boshini sila, unga o'zingni qo'ling bilan taom ber, qalbi yumshaydi dedi. Insonning qalbi yumshagandan keyin yig'laydi, birodarlar. Ming qalbi qattiq odamni hamchi, otasi, enasi, bolasi o'lsa yig'laydi, qalbi yumshaydi-da. Shaxsan unga kelib tegdi-da bu o'lim degan musibat. Birov o'lsa, u parvo qilinmaydi. Endi o'ziga yaqin bo'lmagan, lekin bir musulmonning o'lganligini eshitib, inson ko'z yosh to'kib yig'layaptimi? Demak, qalbida rahim shafqat bor. Esimizdan chiqmasin, ukalar. Alloh azza va jalla degan payg'ambarimiz rahim shafqatli kishilarga rahim shafqat ko'rsatadi. O'zingizlardan kichkinalarga rahim shafqat qilishni o'rganinglar. Bizda zamonamizda mana shu sifat yo'qolib ketyapti. O'zidan kichkinasiga zulm qilish bor, kattalarga bir izzat ikrom yo'q. Kichkinalarga yaxshi muomala qilishlikchi birodarlar, oliy janoblikni belgisi. Yo'qolib ketyapti shu narsa bora-bora. Hatto o'zini bola chaqasiga shafqat qilmayapti odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'z yosh to'kib yig'lasa, sahobalar hayron bo'lishardi. "Ya Rasululloh, siz ham yig'laysizmi?" dedi. Chunki sahobalar erkak kishining shijoati, erkak kishining kuch-quvvati yig'lashdan to'sish kerak deb ishonishar edi. Hozir ham borib, erkak kishi yig'lamaydi deydi. Bas yig'laydi-da. Haqiqiy erkak kishi kim bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lgan. Eng afzal erkak kim bo'lgan? Rasululloh yig'lagan, birodarlar. Insonning qalbini yumshoq bo'lishi, ko'z yosh to'kishi bu zaiflik belgisi emas. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohim vafot qilib, oxirgi nafaslarini olayotganida qo'liga oldi. Ikki ko'zi yoshga to'ldi. Shu joyda turgan Abdurrahmon ibn Avf, "Ya Rasululloh, siz ham dedi. Ya'ni siz ham yig'laysizmi?" dedi. Payg'ambarimiz qarab, "Ya ibn Avf, innaha rahma." Bu rahmat dedi. So'ngra innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna va inna bi firaqika ya Ibrohim la mahzunun. Albatta ko'z yoshlanadi. Qalb qayg'uradi. Biz faqat Robbimiz rozi bo'ladigan narsani aytamiz. Albatta ey Ibrohim, sendan ajralishdan qayg'udamiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohim hali bir ot minishlik yoshiga yetmasdan vafot qilgan edi. Olib bolasini hidlab yig'ladi payg'ambarimiz. Va mana shu yig'i birodarlar, qaytarib aytamiz, zaiflikning belgisi emas. Yig'la olmayotganligimiz bir musulmonning musibatini ko'rganda qalbimizning qattiqligining belgisi. Allohning arshining soyasida 7 toifa odam turadi. Shundan bittasi yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kkan kishi. Qalbi qattiq bo'lsa, qanaqa qilib ko'z yosh to'ksin? Birodarlar, Rasululloh shunday shafqatli zot bo'lgan. Rasulullohning qizi Zaynab onamiz. Uni o'g'li vafot etganda payg'ambarimiz mana shu nabirasini vafotida turib Sa'd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, nimaga yig'layapsiz?" deganida aytadiki, "Bu Alloh taolo bandalarining qalbiga joylagan rahmat. Albatta Alloh bandalaridan rahimli bo'lganlarini rahim qiladi" dedi. Shunaliga Rasululloh musulmonlar vafot etsa ularga shafqatli edi. Janozaga qatnashlikka haris edi. Garchi bu janozaga borishlik mehnat, mashaqqatni payg'ambarimiz yuklatsa ham haris edi. Imkoniyati boricha janozaga qatnashadi. Va sahobalarni ham bu narsaga buyurar edi. Chunki bunda katta ajr bor. Va mana shu ishda musulmon ikkinchi musulmonning janozasiga borib qatnashligida shu musulmonga nisbatan rahim shafqat bor. Musulmonlar tomonidan. Boshiga musibat kelib turgan odamni janozasini o'qib, otasini yoki onasini eshik tagida turganda, birodar sabr qiling, Allohning taqdiri, Allohdan deb turib o'tib ketayotgan odam bilasizmi, qancha unga bir dalda bo'ladi. Shuning uchun yoshlar borib qo'yaylik janozaga. Qatnashib qo'yaylik dafnida. Mana o'qiymiz qanday ajrlar bor. Shap qaytib bormasdan. Meni bir tanishim aytgan edi.
Onasi o'tgandan keyin o'sha bir ko'p bunaqa bir odamgarchilik, bordi keldilardan uzoq o'zini olib qochib yuradigan odam edi. Onasi o'tgandan keyin eshik tagida har bitta odam kelib quchoqlab bag'riga bosib sabr tilaganda yig'lab aytayaptiki, odamning qadri qanaqa bo'lishligini endi tushundim degan edi. Kerak ekan deb boshidan o'tkazatgan, lekin keyin enasi o'lgan esdan chiqqandan keyin yana boboyida eski holatiga borib qoldi. Ya'ni boshidan o'tkazgandan keyin bilyapti, odamlarning kelib ta'ziya bildirishligi qanchalik insonning qalbiga taskin berishligini. Tushunarlimi ukalar? Kattalar boradi. Lekin siz bilan biz bir og'am bo'lib qolgan. Bu farzi kifoya bu. Agar 3-4 odam ado qilib qo'ysa, qolganlardan nima bo'ladi? Endi eshitib turinglar-da, janozaga borsak bizga qanday ajrlar bor. Payg'ambarimiz aytadilar. Nima haqida suhbat qilyapmiz? Hop, u bittasi edi, hoji aka, bittasi. Undan burun ham aytdim bu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'lim oldida turgan kishiga va uning oilasiga bo'lgan rahmatini o'tyapmiz. Payg'ambarimiz aytadilar. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man ittaba'a janazata muslimin imanan va ihtisaban." Kim bir musulmonning janozasiga iymon va ihtisob bilan ergashsa, va kana ma'ahu hatta yusalla alayha va yufraghu min dafniha, unga janoza namozi o'qilib, to u bilan dafn qilingunicha birga bo'lsa, albatta u 2 qirot ajr bilan qaytadi. Har bir qirot Uhud tog'idek. Janozasiga qatnashsa va dafn qilingunicha shu mayyit bilan birga tursa, 2 qirot savob bilan qaytadi. Bitta qirot Uhud tog'idek bo'ladi. Va man solla alayha thumma raja qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirot. Endi kim unga janoza o'qib, so'ngra dafn qilishidan avval qaytsa, albatta u 1 qirot ajr bilan qaytadi. Qancha vaqt oladi bizdan? Mayli, zarur ishingiz bo'lsa, mayli, boshqa masala, farzi kifoya bajarildi, ketish mumkin. Ammo boraylik, agar imkoniyat bo'lsa, akalar. Qo'y, oyog'imni loyiqini nima qilaman? Seni ham olib kelishadi, mana shunaqa qilibchi. Seni ham ko'tarib kelishadi. Qarang. Dunyodan o'tgan mayyit musulmonni tirik musulmonlar ustida haqqi bo'lishini xohlayapti payg'ambarimiz. Birodarlar, bu holat yer yuzidagi biron bir shariatda, biron bir qonunda yo'q, faqat islomda bor. O'tgan musulmonni tirik musulmonlar ustida haqqi bor. Musulmonni ustida 5 ta haqqi bor deb turib payg'ambarimiz uning ichidan janozaga qatnashlikni aytgan. Payg'ambarimiz aytganlar: u janozaga faqat borib bunday ruhsiz, to'g'ri-to'g'ri turib qo'yishni xohlamagan payg'ambarimiz. Aytganlar: "Iza sollaytum alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Agar mayyitga janoza o'qisanglar, bas unga xolis duo qilinglar. Domla janozani o'qib oldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va amin deydi. Bilasizmi shu paytda duo qanaqa duo? Tanimaysiz hali o'tgan odamni. Lekin kalimaga muomala qilmagansiz, ammo bilyapsiz dunyodan chiqib ketyapti. Bordi keldingiz yo'q edi, ammo hozir hisob kitobi qiyin bo'ladi qabrida. Shunday qo'lini ko'tarib turib, Parvardigor gunohini mag'firat qilgin, qabrini munavvar qilgin, yotgan joyini bir yumshoq qilgin, hisob kitobini oson qilgin deb turib xolis duo qilsa, musulmonni xolis qilgan duosi ijobat bo'ladi. Qo'lni ochdingizmi? Yurakdan duo qilib qo'ying, xolis duo qilib qo'ying. Chunki sizning ustingizdagi haqqi u. Chunki siz ham bir kun yotasiz. Agar Alloh nasib qilsa, agar janozaga, kafanga, odamlar yelkasiga chiqishlik baxti sizga nasib qilsa, bir kun turasiz odamlarning oldida. Sizni ham haqqingizga nima qilishadi? Duo qilishadi. Payg'ambarimiz dafn qilingan qabr oldida turib, musulmon kishi dafn qilib bo'lgandan keyin shunday dedilar: "Istagfiru li ahikum va salu lahu bit-tathbit fa innahu al-an yus'al." Birodaringlar uchun istig'for aytinglar, qabrda turgan birodaringlarga. Unga sabotni so'ranglar, chunki hozir u hisob kitob qilinyapti dedi. 2 metr tevada odamlar turibdi, 2 metr pastda hisob kitob boshlandi.
oxirat diyoriga qo'yilgan birinchi qadam boshlandi. Shuning uchun sabot so'rab duo qilinglar dedi. Tabuk g'azotidan qaytayotib Abdulloh Zubijoday roziyallohu anhu vafot etdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday deydi: Rasulullohning chodirini qarasa yo'q bo'ladi. Abu Bakrning chodirini qarasa yo'q. Umarning chodirini qarasa yo'q. Qo'shin to'xtagan joyda bir chekarog'ida yerda kavlagan ovoz eshitilyapti. Borsa, qaranglar. Qanday baxtli odam bu Abdulloh Zubijoday. Abu Bakr bilan Umar roziyallohu anhu qabr kavlayapti. Abu Bakr bilan Umar qabr kavlayapti. Qabrda kavlab bo'lganda Rasululloh qabrga tushib, o'zini muborak qo'llari bilan o'zi joylab duo qilyapti. Allohumma inni amsaytu anhu rodiyan farzo anhu. Parvardigor, men bu bandangdan rozi bo'lib kechkirgizdim. Bas sen ham rozi bo'lgin. Baxt qarang birodarlar. Ibn Mas'ud aytadi, qaniydi shu qabrda egasi men bo'lsam. Chunki payg'ambarimiz rozi ekanligini aytib turibdi. Islomga Abdulloh Zubijodaydan Ibn Mas'ud 15 yil burun kirganman deyapti. Lekin bilmayman hali Rasululloh mendan rozimi, rozi emasmi? Yana bir rivoyatda Abu Bakr Siddiq o'zi havas qildi. Qaniydi mana shu qabrda egasi men bo'lsam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmati faqatgina o'ziga yaqin bo'lgan, o'zi tanigan kishilargagina emas edi. Umuman musulmonlar hammasini o'z ichiga oladi. Garchi payg'ambarimiz tanimaydigan odam bo'lsa ham, ana shu mayyitga ham payg'ambarimiz rahmatli edi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Buxoriy va Muslimdan. Bir ayol yoki bir yigit deyiladi rivoyatlarda, payg'ambarimizning masjidini shupurib tozalab yurar edi. Oddiy odam. U Alloh emas, u Xolid ibn Valid emas. Masjidni shupurib tozalab yurar edi. Yo'q bo'lib qoldi. Rasululloh ko'rmay qoldi, topolmay qoldi. Falonchi yo'q bo'lib qoldi. Falonchi qani dedi. Aytishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, Rasululloh u tunda vafot qilgan edi. Uni olib borib dafn qildik. Ya'ni sizni bezovta qilgimiz kelmadi deyishdi. E'tibor bering. Masjidni shupurib yurgan oddiy odamni janozasini payg'ambarimizga aytmasdan o'qib dafn qilib qo'yishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Dulluni ala qabri. Meni uni qabriga olib boringlar dedi. Olib bordi, payg'ambarimiz unga janoza namozini o'qidi. So'ngra shunday dedilar. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha va inna Alloh azza va jalla yunawwiruha lahum bi solati alayhim. Albatta bu qabrlar o'z egalari uchun zulmat bilan to'lgan. Endi meni ularga bo'lgan salovatim tufayli ularning qabrlarini Alloh ularga munavvar qiladi dedi. Bu birodarlar musulmonlarga, musulmonlarning mayyitlariga, musulmonlarning ichida o'limga yaqin bo'lganlarga ko'rsatgan rahmati edi. Mana endi darsimizning nihoyasida munofiqqa ko'rsatgan rahmatini ko'ring. Bir umr sizni haqorat qilsa, bir umr orqasidan gap tashsa, tuhmatlar, bo'xtonlar qilsa, doim sizni zararingizga bir ishlarni qilib yurgan odam o'lsa, tabassum qilishimiz to'g'ri. Qutulibman deysizda. Xudoga shukr. Ayrim odamlar shu o'tsa, odamlarda ayrimlar nima qiladi? Quvonadi. Xudoga shukr, qutulibmiz deydi. Haqiqatan zolim bo'lardi-da u. Haqiqatan fosiq edi, haqiqatan zolim edi. Odamlarning haqqini yer edi. Xudoga shukr, o'libdimi? Bormayman uning janozasiga. Ammo Abdulloh ibn Ubay ibn Salulchalik yomon bo'lmaydi o'sha biz yomon ko'rgan odam. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu qilgan ishi insonni aqli bovar qilmaydigan darajada ko'rsatgan rahmat. Inson aqli bovar qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga juda ko'p aziyat bergan. Umuman musulmonlarga aziyat bergan. Munofiq ekanligi vahiy orqali isbotlangan. Faqatgina oddiy munofiq emas, munofiqlarning boshlig'i deb tanilgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'ldi. Bu fosiqni gunohlarini sanog'i yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga,
moliga, oila a'zolariga, sharafiga, sahobalariga ko'p ta'nani yetkazgan kishi. Kunlar o'tdi, bu fosiq ham o'ldi. Birodarlar, o'ladi hamma. Yaxshi ham o'ladi, yomon ham o'ladi, zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Agar zulm ko'rgan bo'lsangiz, haqqingiz yirgan bo'lsa xotirjam bo'ling, u ham o'ladi. Ana shu kunda zolim emas, mazlum bo'lganingizga xursand bo'lasiz. Alhamdulillah o'sha kungi bo'lganiga, zolim bo'lmaganingga. Xo'p, mana shu Rasulullohga va musulmonlarga shunday bir ashaddiy dushman bo'lgan munofiqlarning kattasi Ubay ibn Salul o'ldi. Rasulullohning nima ishi bor endi u bilan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmati haqiqatan siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradi. Ubay ibn Salul o'lim soatlari yetganda Muhammadni chaqiringlar meni oldimga dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi. Ey Muhammad, meni o'zini ridoyingga kafanlagin. Ey Muhammad, meni janozamni o'zing o'qigin dedi. Payg'ambarimiz shunday qildi, birodarlar. Kimga? Ubay ibn Salulga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni janozasini o'qimoqchi bo'lib turganida Umar ibn Xattob bosib oldi kiyimiga. "Ya Rasululloh, bu Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, shunga janoza o'qiysizmi? Axir u falon ishlarni qilgan. Janoza o'qimang" deb tortdi ridosidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Umar, meni tinch qo'y" dedi. Alloh menga ixtiyorni berdi. Istagfir lahum aw la tastagfir lahum. Ey Muhammad, xoh ular uchun mag'firat so'rang, xoh so'ramang. Xoling o'qing, xoling o'qimang janozasini. Agar uni kechirilishi lozim bo'lsa, 70 marta istig'for etish kerak bo'lsa, 70 marta istig'for aytaman dedi. Bu qanaqa rahmat, birodarlar? Oysha onamizni fahshda ayblagan edi. Mana shu munofiq edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Madinadan haydab chiqarish kerakligini gapirgan. Mana shu munofiq o'zini aziz payg'ambarimizni xor degan edi. Mana shu munofiq muhojirlar va payg'ambarimizni Madinadan haydab chiqarishlikka ansorlarni chaqirgan edi. Mana shu munofiq edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan rahmat ajib. Chunki payg'ambarimiz hech kimga nisbatan qalbida gina kudura saqlatmas edi. Rasulullohning qalbida hatto mana shu kishiga ham gina kudurat yo'q edi. Alloh taolo oyat nozil qildi. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Agar ey Muhammad 70 martalab ular uchun mag'firat so'rasangiz ham Alloh ularni aslo mag'firat qilmas. Wala tusalli ala ahadin minhum mata immata abada wala taqum ala qabrihi. Ulardan birontasi o'lsa, zinhor uning janozasini o'qimang, uni namozini o'qimang va uning qabrini ustida borib ham turmang. Alloh taolo man qildi, birodarlar. Mana shunday fosiqqa payg'ambarimiz rahm shafqat ko'rsatdi. Bu mavqiflardan xabardor bo'lganimizdan keyin, eshitganimizdan keyin aniqki har bitta aql egasi va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik deganida naqadar haq ekanligiga yana bir marta amin bo'lamiz. Yaqinimiz bo'ladi, birodarimiz bo'ladi, tirikligida bordi keldi qilamiz, ammo vafot etgandan keyin 1 yil, yarim yil o'tgandan keyin ishimiz bo'lmay qo'yadi. Ammo bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lgan emas. Rasululloh haqiqatda vafot etgan sahobalarini ular vafot etgandan keyin ham esdan chiqarmadi. Ularning haqlariga duoyi xayrdan malollanmadi. Va musulmonlarni ham ularni ziyorat qilishlikka, qabrlarini, ularning haqlariga duo qilishlikka doim undab turdi. Va bu ish musulmonlarning orasida ommaviy suratda bo'lishini xohladi. Har qancha uzoq bo'lmasin o'tib ketganiga duolarida eslashlikka ummatini shijoatlantirdi. Payg'ambarimiz aytadilar. Imom Muslimdan bu hadis: "Zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul axirata." Qabrlarni ziyorat qilinglar. Bas u ana shu ziyorat sizlarga oxiratni eslatadi. Inson qabristonga borganda albatta o'limni eslaydi. Chunki ana shu qabrlarni ko'rgan paytda u yotgan mayyitlarni tanir edi shu ziyorat qilgan odam. Falonchi ham bor edi, po'kinchi ham bor edi, deydida o'zini ham bir kun ketishligini
eslaydi o'ylaydi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi, buyrug'i faqat buyruq bo'lib qolmadi. Odatda inson o'zi qilmasa ham odamlarga yaxshilikka buyruq qo'yishi bor. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, ummatiga buyurgan ishni avvalambor o'zi qilardiki, ibrat bo'lishi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon Oysha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kechasi bo'lsa, shu kechani oxirida Baqiy qabristoniga chiqib, mana shu mayyitlarning haqlariga duo qilar edi. Payg'ambarimiz aytardilar. Bu hadis Imom Muslimdan. Assalomu alaykum dara qaumin mu'minin va atakum ma tu'adun. Assalomu alaykum ey mu'minlar qavmining hovlisi. Sizlarga va'da qilingan narsa keldi. Nima edi va'da qilingan narsa? O'lim edi. Va bizlar ham inshaalloh sizlarga ergashuvchimiz. Mana shu duoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir marta, ikki marta qilmas edi. Qachon Oysha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kech bo'lsa, mana shu kechaning 3-qismida, oxirgi qismida albatta Baqiy qabristoniga chiqib, ularning haqlariga duo qilar edi. Yana mayyitlarga qilingan duoning eng yaxshisi bu mana shu mayyitning o'zini ahlidan bo'lgan kishilarning duosi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Agar inson vafot etsa, uni hamma amallari uziladi. Hamma savobli amallari to'xtaydi. Faqatgina 3 ta amalidan savob doimiy suratda borib turadi. Illa min sadaqatin jariyatin. Joriy sadaqa. Agar bir davlatman odam bo'lib, odamlarga, ummatga foydasi tegadigan xayr ihsonni qilib ketgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan doimiy musulmonlar foydalanib turgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan savob borib turadi. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Yoki odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa. Aw waladin solihin yad'u lahu. Yoki solih farzandi bo'lsa, o'zidan keyin. Shu o'tgan ota-onasini haqqiga duo qilgan bo'lsa, shundan savob borib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayyitlarga rahmat bo'lish uchun, yana agar shu mayyitni qarzi bo'lsa, qarzdorlarga ham, haqdorlarga ham rahmat bo'lishligi uchun, poybol bo'lmasligi uchun qarzini uzishlikni undar edi. Chunki o'lgan odamga rahmat bo'lish uchun qarzini kechib qo'ygani yaxshi haqdorni. Ammo qodir bo'lsa-yu kechib qo'yadi. Qodir bo'lmasa-chi? Kechasan desa, ha xo'p kechdi deng. Mayyitga rahmat bo'ldi. Boyaga haqdorgachi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala tomonga ham rahmat bo'lishini xohlardi. Payg'ambarimiz aytganlar. Bu hadis Imom Termiziydan. Nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. E'tibor beringlar, janozalarda mana agar odamlar bilan mabodo oldi berdi muomalalari bo'lsa, kim uni uzadi desa, bir odam men deb aytadi. Va juda ham bir kam holatlarda haqdorlar kelib, meni faloncha haqqim bor deydi. Qo'y endi deb turib, nima qiladi? Kattadir, kichikdir qarzini, haqqini talab qilib kelmaydi. Bu noto'g'ri birodarlar. Payg'ambarimiz aytayaptilar, qarzi uzilmagunicha mo'minning nafsi muallaq turadi. Nima sabab? Qarzi sababli. Shuning uchun qarzini bo'yniga olgan odam, agar kimdir sizni mana shu akangizda, otangizda, onangizda meni haqqim bor deb hujjat bilan kelsa, zudlik bilan, tezlik bilan uzishligi kerak. Birodarlar, haqqi bo'lib turib borib talab qilmasa, qiyomatda bu haq shu haq egasidan talab qiladi. Meni so'ramagansan deydi. Yoki avf qilib kechib qo'ysin, Alloh uchun kechdim deb qo'ysin. Ayrim holatlarda vafot etgan, qabrida yotgan mo'min agar buni qarzi qolib o'lib ketgan bo'lsa, qarzini uzishlikka qodir bo'linmaydigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini hisobidan uzib qo'yar edi. Mana bir hadis o'qiymiz, juda ham bir ajib. Bir odamni qarzini bo'yningizga olgandan keyin haqlari ham sizni haqqingiz bo'ladi. Qarzini to'ladimi, demak haqqi meniki bo'lishligi kerak deyiladi. Payg'ambarimizning hadisiga quloq tutamiz. Imom Buxoriy va Muslimdan bu hadis. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ana awla bil mu'minina min anfusihim."
Men mu'minlarga ularni o'zlaridan ko'ra haqliroqman. Men ularga o'zlaridan ko'ra haqliroq bo'laman. Kim vafot etsa va uni qarzi bor bo'lsa, ana shu qarzni ado qilish menga vojib. Qaysi mu'min o'tgan bo'lsa, uzolmasdan o'tib ketgan bo'lsa, qarzini ado qiladigan odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamning qarzini uzish menga vojib deyapti payg'ambarimiz. Bu rahmatni ko'ring. Davomini eshiting. Va man taraka malan fa huwa liwarathatihi. Ammo kim vafot etgan bo'lsa-yu, mol qoldirib ketgan bo'lsa, bu mol uning varislariniki. Tushunarlimi? O'lib ketgan odamdan qarz qolgan bo'lsa, men uzaman. Agar o'lib ketgan odamdan pul qolsa, bola chaqasiniki. Aytinglar-chi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ustimizda haqqi katta ekanmi? Ar-Rasulu awla bil mu'minina min anfusihim. Mo'minlarning ustida payg'ambarda haqqi ko'proq, mo'minning o'zidagi haqqidan ko'ra. O'lib ketgan otalarini qarzini uzolmayotgan farzandlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning yonida turardi. Ularga ko'mak ko'rsatardi. Mana mashhur qissa. Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. U kishining otasi Abdulloh ibn Harom Uhudda shahid bo'ldi. Qizlari ko'p edi, kichkina qizlari, bir dona o'g'li bor edi. Qarzlari ham ko'p qolgan edi. Jobir ibn Abdullohga qarzni uzishlik qoldi. Haqdorlar kelib talab qilishganida uzishlikka yetarli mablag'i yo'q, Rasulullohga kelib holatini shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi haqdorlarni chaqirib, shahid birodarlarni qarzidan kechib qo'yinglar dedi. Lekin ular ko'nishmadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jobir ibn Abdullohni ozgina xurmosini olib kelib, o'zini qo'li bilan solib, ozgina xurmoga barakat kirgizib, haqdorlarning hammasini haqlarini ado qilib berdi. O'tib ketgan kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan rahmatini ko'ringki, hozirgi kunda odamlar o'tib ketganlarga emas, tiriklarga ham rahmat ko'rsatmay qo'ygan. Qalblar qatib ketgan, rahm shafqat degan sifat ko'tarilib ketgan. Shu gapni men qaytaraman. 17 darsdan beri Qur'ondagi bitta kalimani tafsirini ko'ryapmiz. Nima degan kalima edi bu? "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" oyatidagi rahmat degan kalima. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini bitta so'z bilan agar ta'riflashlik kerak bo'lsa, bu so'z rahmat degan so'z bo'ladi. Kattaga ham, kichikka ham, erkakka, tirikka ham, hatto qabrda yotgan kishilarga ham payg'ambarimizning rahmati yetyapti, birodarlar. Endi Qur'ondagi bitta rahmatni tushunishimiz uchun birodarlar, yana bir 15 juma gapirsak, bir 30 dan o'tib qolar ekan juma. 30 darsdan ortiq bitta rahmat degan kalimani oxiriga yetkiza olmayapmiz. Endi Qur'onda qancha minglagan, 100 minglagan kalimalar bor. Ularning ma'nosini tushunishimiz uchun qancha vaqt kerak? Mana shu narsa ham Qur'onning mo'jiza ekanligini bitta dalili bo'ladi siz bilan bizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir ajib bir o'rinda mayyitlarga bo'lgan rahmat ko'zga ko'rindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldida o'tib qoldilar. Mashhur hadis. Buxoriy va Muslimlar. Rasululloh ikki qabrni oldidan o'tib ketar ekan, to'xtab shunday dedilar: "Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastati min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimati." Payg'ambarimiz aytdilar, mana bu ikkita qabrda yotganlar azoblanishyapti. Lekin unaqa katta gunoh sababli azoblanayotganlari yo'q. Ulardan biri siydigidan, bavuldan ehtiyot bo'lmas edi. Ikkinchisi namima bilan yurar edi. Gap tashib yurardi dedi. Ya'ni ko'ring, bu yerda katta emas deganda gunoh kabir emas. Lekin azobga sabab bo'ptimi? Nima farqi bor u kattami, kichikmi? Qilgan fe'liga yarasha jazosini olyapti deb o'tib ketilinsa, ma'qul bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir xil novdani olib, ikkiga sindirib bo'lib, ikkala qabrning ustiga sanchib qo'ydi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, nimaga bunday qildingiz?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Shoyat mana shu ikki novda qurigunicha ularga beriladigan azob yengillatilsa" dedi. Payg'ambarimizning rahmati, birodarlar, qarang.
Faqat itoatkor, taqvoli, gunohlardan o'zini ehtiyot qilgan kishilarga yetmayapti. Bittasi doim bavlidan ehtiyot olmas edi, bittasi gap tashib yurardi doim. Mana shunday osiylarga ham payg'ambarimiz nima ko'rsatdi? Rahmat ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo biz sizni olamlarga rahmat qilib yubordik deganda naqadar haq ekanligiga yana bir marta guvoh bo'lamiz. Bu bobning 3-fasli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kunida musulmonlarga ko'rsatadigan rahmati. Rahmat davom etadi, birodarlar. Musulmonlar tirik davrida Rasululloh ularga rahmatlik, vafot etayotganda, o'lim to'shagida yotganda rahmatlik, qabrlarida turganlarida ularga rahmatlik. Endi qiyomat kunida-chi? Rahmat davom etadi, birodarlar. Qabrdan keyingi marhalada, bosqichda nima bor? Yana rahmat bor. Bu qiyomat kuni ko'rsatiladigan rahmat. Qiyomat kunidan payg'ambarimizning ummatiga bo'lgan rahmati. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Qiyomat shunday kunki, u kunda kishi o'zini aka-ukasidan va ummihi va abihi, onasidan, otasidan va sohibatihi va bani, ayoli va farzandlaridan qochadigan kun. Hech kim u kunda birovni tashvishini qilmaydi. Hamma o'zini jonini o'ylaydi. Hattoki payg'ambarlar o'zini jonini o'ylaydi, birodarlar. Hatto payg'ambarlar. Faqat Muhammad alayhisalom ummatim deydi, birodarlar. Mana shunday bir mashaqqatli kunga insonlar tayyorgarlik ko'rishligi kerak. Chunki bu kunda eng katta rahmatga muhtoj bo'linadi. Eng katta rahmatga mana shu kuni muhtoj bo'lamiz, birodarlar. Dunyoda bizga rahm shafqat ko'rsatilmasa, bir balo qilib kunimiz o'tadi. Qarzimiz ham uzilar, dardimiz ham, o'lib qutularimiz dunyodan. Ammo qiyomat kunida agar bizga rahmat yetmasa, holimiz voy. Warzuqna shafa'atahu yawmal, qiyomat kunida Parvardigor u zotning shafoatini bizlarga nasib etgan. Payg'ambarimizning nazarida qiyomat kuni uzoq emas edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Buistu ana was-sa'a kahatayn." Buxoriy va Muslimda. Men dedi payg'ambarimiz va qiyomat soati mana shunday holda men yuborildim dedi. Va ikki barmoqni ko'rsatkich va o'rta barmoqlarni payg'ambarimiz bir-biriga yopishtirdi. Meni kelishligim qiyomatning yaqinligini alomati dedi. Bizga uzoqqa o'xshab ko'rinadi-yu. Men endi 20 ga kirdim dedi. Endi 30 ga kirdim dedi. Endi yanvar bo'pti dedi, bolalar. Bipasa mart bo'ldi. Roza kelibdimi dedi, mana tugadi, birodarlar. Ertaga inshaalloh Alloh o'ldirmasa, Qurbon hayitini bilalashib o'qiymiz. Yana bir pas Ramazon keladi. Uzoq emas qiyomat kuni, uzoq emas. Bu kun albatta keladi. Shubha yo'q, bundan qochishlikda chorasi yo'q. Shu kunni kelishligini siz bilan bizga xabarini berib, tayyorgarlik ko'ringlar deyotganligi payg'ambarimizning nimasidan? 90-yilga qaytamiz yana. Pul almashgan payt bo'lgan, eslaysizlar. Hali 50 so'mlik bilan 100 so'mlik almashgan. Bankda ishlaysiz, birinchi xabar sizga keldi. Shu keyingi odam bo'lar ekan. Birinchi sizga keldi. Birinchi kimga aytasiz bu xabarni? Yomon ko'rganingizga aytasizmi? Indamaysiz. Eng yaqin odamingizga aytasiz va bu rahmat bo'ladi siz tomoningizdan. "Ey, men pulingni almashtirib ol, kuyib ketar ekan, almashib ketar ekan" desa, boyaga odamga qanaqa katta yaxshilik qilganingizni boshqalar puliga kuyganligini biladi. Birodarlar, qiyomat kunining kelishini aytganligi va bizga shunga tayyorgarlik ko'ringlar, jiddiy bo'linglar deganligi bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganligidan. Hali bu yerda shafoat turibdi, xotirjam bo'laylik. To'g'rimi shu gapim? Xotirjam bo'laylikmi? Mana hozir ko'rib chiqamiz shuni, xotirjam bo'lish kerakmi yoki bo'lish kerak emasmi? Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, mata sa'a?" Qiyomat qachon bo'ladi dedi. Rasululloh aytdilar: "Va mada a'adatta laha?" Nima tayyorgarliging bor edi dedi. Nima tayyorlading dedi. Haligi odam aytdi: "Ya Rasululloh, hech narsa tayyorlaganim yo'q" dedi.
lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men dedi. Men payg'ambarimiz bergan bu bashoratini eshitganingizda haqiqatan qalbingizga bir umid kiradi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Anta ma'a man ahbabta." Sen o'sha kunda o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan dedi. Muborak bo'lsin bu bashorat, birodarlar. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? G'arblik aktyorlarni yaxshi ko'ramizmi? Ha, ukalar, sportchilarni yaxshi ko'ramizmi? Yaxshi ko'ramiz. Futbolkalarimizda kimlarning surati bor? Telefonlarimizda kimlarning surati to'lib yotibdi? Nimalar bilan to'ldirib olganmiz mana kallalarimizni? Kimni yaxshi ko'ryapsizlar? Shunaliga sen deyapti payg'ambarimiz, qiyomatda o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan. Alloh saqlasin ular bilan birga bo'lishni, birodarlar. Mana hech narsa tayyorlamagan odamga payg'ambarimiz qanday rahmat ko'rsatyapti. Sen kimni yaxshi ko'rasan? Alloh va Rasulini, qiyomatda Rasuli bilan bo'lasan deyapti. Qanaqa xursand bo'ladi bu odam? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk bashoratlaridan bittasi shu edi. Biz kimni yaxshi ko'rsak, shular bilan birga bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbi bu ummatni ana shu qiyomat kunida bo'ladigan holati bilan mashg'ul edi. Mana shu narsa haqida qayg'uradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu kunni tashvishi bo'lganligidan, ana shu kunni qayg'usi bo'lganligidan Rasululloh o'zini ijobat bo'ladigan duosini qiyomat kuniga olib qo'ydi. Mana bitta bashorat birodarlar siz bilan bizga. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan." Albatta har bir payg'ambarning ijobat bo'ladigan bir duosi bo'lgan, bitta. Boshqa duolar ham ijobat, lekin bir duosi bo'lganki, aniq ijobat bo'lgan. Va payg'ambarlarning hammasi birodarlar ana shu duolarini mana shu dunyoda ishlatib qo'yishgan. Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kimning duosi edi bu? Nuh alayhisalom Parvardigor yer yuzida bironta kofirda qolmadi deb duo qildi. Duosi ijobat bo'ldi. Suv bosdi, yer yuzida bironta kofir qolmadi. Faqat kemada Nuh alayhisalomga iymon keltirib chiqqanlargina omon qoldi. Ijobat bo'ldimi? Ijobat bo'ldi. Payg'ambarimiz aytayapti, meni ham shunaqa bitta duoyim bor. Qarang, qancha qiynaldi, qancha mashaqqat chekdi. Eslanglar sirat darslarini. Toifga borib toshbo'ron bo'lib, xorlanib qaytib kelgan paytda ham ishlatmadi shu duosini. 10 yil Makkada aziyat, Makkada da'vat qilishida to'sib qo'yganida Toifga majbur chiqdi payg'ambarimiz. Toshbo'ron bo'lib qaytib keldi rahmatan lil alamin. Mana shunday bir alamzada bo'lib turgan paytda Jibril alayhisalom keldi payg'ambarimizga. Ey Muhammad, Alloh sizga salom aytdi va men bilan tog' farishtalari keldi. Buyuring dedi. Ikkita tog' orasiga aralashtirib tashlaymiz bu shaharni dedi. Kofirlarga qanaqa rahmat ko'rsatdi birodarlar. Shu yerda ham shu duosini ishlatgani yo'q. Kim o'yladi? Kim o'yladi? Siz bilan biz o'yladi. Dunyoyimiz o'yladimi? Yo'q. Abadiy yashaydigan oxiratda o'yladi. Biz o'ylaymizmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunchalik? Albatta men qiyomat kuniga ummatimga shafaat sifatida ana shu duoni asrab qo'ydim. Bas u nima u? Shafaat, ana shu duo mening ummatimdan Allohga biron narsani sherik qilmay vafot etgan kimsaga albatta yetguchidir. Muborak bo'lsin birodarlar. U yerda kimni yaxshi ko'rsang o'shalar bilan birga bo'lasan deyapti bitta bashorat. Bu yerda shirk keltirmay o'tsanglar meni shafaatim albatta senga shu duoyim yetadi. Bashoratmi bu? Rahmatmi bu? Otangiz shunaqa rahmat ko'rsata oladimi sizga? O'zimmi jonim, o'zimmi jonim, o'zimmi jonim deydi otamiz ham, onamiz ham, bolamiz ham, xotinimiz, aka-ukamiz ham. Jonimizga kim oro kiradi? Endi kimdir o'ylashi mumkin. Ha, endi bu payg'ambarimizning bu duosi faqat taqvodor, ibodatdagi bir zo'r zohid bo'lgan musulmonlarga tegadi. Gunohkor, ma'siyatkorlarga yetmaydi. Gunohkor, xatokorlarga deyishi mumkin. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Ayni mana shu gunohkorlarga yetadi bu shafaat. Payg'ambarimiz aytganlar. Imom Termiziy va Abu Dovuddan. Shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mening shafaatim
Mening shafaatim ummatimning ahli kaboirlariga, gunoh kabiralarda qilganlariga yetadi mening shafaatim. Unda qo'rqmasdan katta gunohni qilsa bo'lar ekanda. Ammo odamiki bu shafaat kaboirlar, katta gunohni qilganlarga bo'lsa degan xulosaga borib qolmaydi akalar. Bu ruxsat emas bu. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto mana shunday bir gunohga botgan kishilarga ham rahim shafqati bor ekanligini ko'rsatish uchun aytiladi bu hadis. Bemalol qilinglar degani emas. Alloh saqlasin. Shafaat bor ekan deb turib zino qilayotganingizda ajal kelsa iymon qaytdi. O'g'irlik qilayotganingizda, qotillik qilayotganingizda iymon chiqib turgan paytda iymon chiqib turadi bu paytda. Shu paytda o'lib qolsangiz nima bo'ladi? Shunaliga bu hadis gunoh qilishlikka ruxsat emas. Payg'ambarimizni rahmatini ko'rsatishlik uchun aytiladi bu hadis. Albatta ana shu kabiralar qilganlar bu shafoatga yetadi, ammo birodarlar shunga yarasha azob tortadi. Bu qilgan gunohlari bejazo qolmaydi. Alloh taolo o'zi xohlaganchalik vaqt jahannamga solib azoblaydi bularni. U bir kunini, bir soniyasini ham havas qilish kerak emas, orzu qilish kerak emas o gunohlarni jazosini. Chunki jahannam azobi shunday bir azobki, dunyodagi hamma ko'rgan huzur halovatini bir lahzada esdan chiqargizib yuboradi. Imom Muslimdan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz aytadilar: "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawmal qiyamati fa yusbaghu fi an-nari sibghatan." Qiyomat kunida do'zax ahlidan bo'lgan, dunyo hayotida ne'matlarga ko'milgan bir banda olib kelinadi. Dunyoda zo'r yashagan, lekin do'zax. U jahannamga bir cho'ktirib olinadi, bir solib chiqariladi. So'ngra unga aytilinadi: "Ey odam bolasi, biron yaxshilik ko'rganmisan? Seni ustingda biron bir ne'mat o'tganmi?" 1000 yil yashagan ehtimol. Odamlar 1000 yillab yashagan avvalgi davrlarda birodarlar. 500 yillab yashagan. 1000 yil, 500 yil zo'r hayot kechirgan odamni bir marta jahannamga solib chiqarilganda hayotingda bir yaxshi kun o'tganmi deyiladi. Azobning qattiqligidan u kunlar esdan chiqadida, yo'q. Allohga qasam, ey Rob, bir kun ham yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Va yu'ta bi ashaddin nasi ru'san fi dunya min ahli al-jannah. So'ngra jannat ahlidan bo'lgan, dunyo hayotida nihoyatda bir og'ir hayot kechirgan, kambag'al bo'lgan, kasal bo'lgan, bechora bo'lgan, mana shu banda ham olib kelinadi. Lekin jannatiylardan. Uni jannatga bir solib olinadi. So'ngra unga: "Ey odam bolasi, biron bir mashaqqat ko'rganmisan?" deydi. "Seni ustingda biron bir qiyinchilik o'tganmi?" Bu banda aytadi: "Yo'q, Allohga qasam, ey Rob, biron qiyinchilik ko'rmaganman" deydi. Demak, gunoh kabirani qilayotganlar tiyilsin. Tiyilsin. Hatto mana shunday bir ma'siyatga botgan kishilarga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoati va rahmati yetadi. Katta hadis boshlab qo'yamiz ekan, inshaalloh keyingi jumaga davom etkazamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kuni ko'rsatadigan rahmatining eng yorqin ko'rinishi bu Alloh taolodan qiyomatning hisob-kitobi boshlanishligi uchun duo qilib shafaat qilishlik odamlardan. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ana sayyidun nasi yawmal qiyamah. Yajma'ullohu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin." Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qiyomat kunida odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgi va oxirgisini bir joyda jamlaydi. Faraz qilinglar, qancha odam bolasi dunyoga kelgan bo'lsa, hammasi bir vaqtda, bir joyda, bir maydonda kiyimsiz holatda turadi. Hamma, insu jin. Ularni eshituvchi eshitadi, ko'ruvchi ko'radi. Quyosh ularga yaqinlashadi. Odamlar o'zlari toqat qila olmaydigan, ko'tara olmaydigan g'am, mehnat va mashaqqatga qoladilar.
hali azob boshlangani yo'q, birodarlar. Hali hisob-kitob ham boshlangani yo'q. Kutishlik shunchalik azob bo'lib ketadi. Quyosh olib kelib qo'yilgan ustiga. Odamlardan chiqqan terlari o'zlarini cho'ktirib turadi. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Odamlarda ayrimlariga aytishadi. Sizlarga yetgan narsani ko'rmayapsizlarmi? Ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan insonni istamaysizlarmi? Bu jannatga kiritib olishlik emas, yana qaytarib aytaman. Hisob-kitob boshlansin, tura olamizmi? degan g'am turibdi odamlarda. Odamlar bir-birlariga aytishadi, alaykum bi Adam. Odamning oldiga boringlar. Ular Odam alayhisalomning oldiga borib, siz bashariyatning otasi. Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratdi. Sizga o'zining ruhidan kirgizdi, maloikalarga buyurdi, ular sizga sajda qildi. Bizni ahvolimizni ko'rmayapsizmi? Bizga yetgan mashaqqatni ko'rmayapsizmi? Robbingiz oldida bizni shafoat qilmaysizmi? Hisob-kitob boshlansin, o'rtaga tushing deb otamiz Odam alayhisalom oldiga boriladi. Fayaqulu Adam, inna robbi qad g'adiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu va lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Otamiz Odam alayhisalom aytadi. Albatta Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval bunday g'azablangan emas. Va bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Alloh meni daraxtdan qaytargan. Mana bu daraxtni yema degan. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim. Mendan boshqani oldiga boringlar. Nuhning oldiga boringlar. Birodarlar, Odam alayhisalom bittala gunoh qilgan o'zi. Ana shu daraxtni yeb qo'ygan. Yeriga tushib, 1000 yil yashagan bo'lsa, bitta gunoh qilmagan qaytib. Mana shu otamiz Odam alayhisalom o'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim deydi. Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh anta awwalur rusul ila ahlil ard. Boyagi odamlar Nuh alayhisalomning oldiga borib, siz yer ahliga yuborilgan rasullarning avvalgisi sizsiz. Sizni Alloh taolo shokir banda deb maqtaydi. Sizni Alloh shokir banda deb nomlagan. Robbingizni oldida bizni shafoat qiling. Biz ahvolimizni ko'rmayapsizmi deydi. Nuh alayhisalom aytadi. Albatta Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval ham, bundan keyin ham bunday g'azablanmagan. Meni bir duoyim bor edi. Men uni qavmimning zarariga qildim. O'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim. Mendan boshqani oldiga boringlar. Ibrohimning oldiga boringlar. Odamlar Ibrohim alayhisalomning oldiga borishib, anta nabiyullohi va xaliluhu min ahlil ard. Ey Ibrohim, siz Allohning nabiysi, uning yer ahlidan bo'lgan xalilisiz. Bizni shafootingizga olmaysizmi deydi. Qaranglar, u ulul azm minar rusul. Eng buyuk payg'ambarlarning oldiga boryapti bular. Ibrohim alayhisalom aytadi. Men 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim. Aytinglarchi, birortasi ham men shafoat qilaman deyaptimi? Sizlar mendan boshqaning oldiga boringlar, Musoning oldiga boringlar deydi. Odamlar Muso alayhisalomning oldiga borishadi. Unga: "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati bilan va kalomi bilan odamlardan afzal qildi. Robbingiz oldida bizni shafoat qiling" deydi. Fayaqulu inna robbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghzab qablahu mislahu. Robbim bugun shunday g'azablandiki, bundan avval ham hech qachon g'azablanmagan, bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Men qatl qilishim kerak bo'lmagan odamni qatl qilganman. O'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim. Sizlar Isoning oldiga boringlar. Odamlar Iso alayhisalomning oldiga keladi. Ular: "Ey Iso, siz Allohning rasulisiz, Maryamga bergan kalimasi, undan bo'lgan ruhsiz. Bizni shafoat qilmaysizmi Allohning oldida?" Ular aytadi, Iso alayhisalom aytadi, biror bir gunohni zikr qilmaydi.
gunoh qilganligini aytmaydi. Lekin o'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Mendan boshqani oldiga boringlar, Muhammadning oldiga boringlar. Va mana shu shafaat qidirib yurgan kishilar Muhammad alayhisalomning oldiga kelib, siz Allohning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh sizning avvalgi va keyingi gunohlaringizni kechirgan. Robbingiz oldida bizni shafaat qiling. Bizni holimizni ko'rmayapsizmi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh." Men arshning ostiga boraman. Robbim azza va jallaga sajda qilgan holda yiqilaman va bu tarixdagi eng buyuk sajda bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taolo mendan avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Payg'ambarimiz uzoq turadi sajdada. Shunda aytilinadi: "Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, ishfa tushaffa." So'ngra aytilinadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, so'raganingiz beriladi. Shafaat qiling, qabul qilinadi." Bu ulul azm mina rusul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan shafaatni Rasululloh qiladi. Shunda payg'ambarimiz nima deydi? Faqul ummati ya Rob, ummati ya Rob, ummati ya Rob. Ey Robbim ummatim, ey Robbim ummatim, ey Robbim ummatim deydi. Alloh taolo tomonidan nido bo'ladi. Ey Muhammad, jannat eshiklarining 10 eshigidan ummatingizdan hisob qilinmaydiganini kirgizing. 70 mingta payg'ambarimizning ummatidan 70 mingta kishi jannatning o'ng tomonidagi eshigidan hisob kitobsiz kiradi. Endi qolganlari, shu 70 mingdan qolganlari boshqa eshiklarda boshqa ummatlar bilan sherik bo'lishadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarini eni Makka va Himyar oralig'icha yoki Makka va Busro oralig'icha" dedi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana shu shafaati hammamizga birodarlar kerak. Hammamiz muhtojmiz. Mana shu shafaat siz bilan bizga haq bo'lishi uchun u zot sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.